Ramon nima deydi? To'xtanglar, takansi ochay. Buni oldim, ikkovini. Buni ikkovini oldim, endi buni. Kupaga. Baribir ham bo'ladimi, yemayman. Bam. Tirs ovoraylik. Atak kolleksiyani ko'raman deyatdim, lekin bitta hisoblab olamiz. 45 ochkodan berar ekan. Qani? Juda yo'q. Birinchisi qimmatdan boshlaymiz. Qani, bismillah, ketdi. Dachaga ekan bu. O'ta ham chiroyli ekan. 135 dan ekan. 5 ni ko'paytiramiz 4 ga. 180 ochko bo'lar ekan, akalar. 180 ochko. Keyin 135 dedim. Nima uni 135 ko'paytirib 540. Plus 540. Plus 150. 870 ochko ko'tarildi ekan. Xolos. Unaqa ko'pammas. Ko'pammas? Boshku. Uazikka akalar. Uazikka prem qimmati. Qani, minivan ko'ramiz hali bo'ladi. Hali bularni minivan ko'ramiz. Qani, voy. Moni qara. Qulluq bo'lsin akalar. Albatta kommentariyaga qulluq bo'lsin deb yozib ketish esingizdan chiqib qolmasin. Albatta bunisini esa bepulga olishingiz mumkin. 350 ming UC'ga jigarlar qattalar. 350 ming UC'ga 35 UC'ga Ferrari mashinani eng qimmatini tushirib oldim. Agarda sizga ham ushbu mashinada maza qilib, kayf qilib yurmoqchi bo'lsangiz, shartlarni bajargan holatda Telegram kanalimga o'tir. Bu akkauntimda kayf qilib o'ynasangiz bo'ladi jigarlar. Hozirda o'zida shartlarni bajarib qo'yinglar. Telegram kanalimning silkasi pastda opisiyanida albatta. 350 ming UC'ga Ferrari mashinasining eng qimmatini olyapman. Bam. 900 ochko berar ekan. Umumiy bo'lib 900